Mani elim, ellatim, oyog'inidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamida har dam. Salomatligi bor, oqibatda oxiratdagidam odam xotirjam. O'zbegim meni millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon aqli xarobotlar. Devonai mashoyix Abdollar Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Ho, terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mani elim, o'zbegim millatim, mani g'ururim. Zaminda melim go'da yanada bepayon, har tomon to Samarqand, Buxoro to Xiva tomon. Bo'ldim gadoy mani, bo'ldim gadoy mani, yana bu men kezdim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Badari buzruglarimga ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu. Avlodni Timuriy nasl nasab, mana bu men fidokor. Atadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim, o'zbegim, bilaman qadringni. O'zbegim, mani elim, o'zbegim millatim, mani g'ururim. Zaminda melim go'da yanada bepayon, har tomon to Samarqand, Buxoro to Xiva tomon. Bo'ldim gadoy mani, bo'ldim gadoy mani, yana bu men kezdim dono dunyoning olamida mani.